Xullas, bugungi vlog Malayziyada Qurbon hayiti. Mana hozir masjiddamiz. Namoz o'qiganimizni videoga olmadim. Boshqa hayolda yo'q edi vlog olish. Просто hozir qurbonlikka keldik, o'sha payt vlog olishga qaror qildik. Endi vlog olamiz. Hozir mana. Mana ko'ringmi? O'lchashsa kerak. Go'shtlarni o'lchash. Adetda kesishsa kerak. Hamma timlar atakoy. Qurbonlik kiyish olgan. Futbolkadan sariq atakoy. Всё. Оля, короче, вот. Сейчас принесет мне одежду. Раз баран, два барана, три барана. Аль-Бухари, все, давай. Ирали Аль-Бухари. Эй, Мубарак! О, все, байрам. Все, дай быстрее, давай. Все, дай. Дай быстрее иди. Что я вам сделаю? Опа-на. Я фразу придумал, потом... Что ты сразу уже в очереди? Пойдем посмотрим, как вроде. Барана. Или кого там? Boringlar uchun mana masjid ichidamiz hali ham. Keyin mana qurbonlik uchun kelgan mollar. Bu bizani Anas. Kesmoqchi, mol so'ymoqchi. Qurbonlik qilmoqchi. Boylashdi. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Tolong angkat tangan ya. Siapa yang sedang baik. Anvar. Bir tiyinlik foydang tegmayapti lekin bilsam. Bir tiyinlik foydang tegmayapti bilsam. Turganim o'zi bo'shashgan edi. Bo'shab turdi. Kita ada banyak lagi berubah dalam 400 pokok lagi untuk yang itu termasuk sekali orang Jasing. Orang Jasing dan masih banyak 400 pokok lagi. Mametda ham yangi zirto keladi. Bu boy kesilgani. Omayatda kesishdi. Mametda bitta kesishgandi. Mana Mametda bitta. Endi bu yoqda bitta bo'ladi. Keyin Mametda уже da bu yoqda mana. Hafsa kishimda. Okey, kepada Gimana ma'murlarning hammasi yana kesiladi. Bular hammasi yana kesiladi. Ya'ni qurbonlik qilinadi aniqroq. bergerak ke Bular hammasi yana. kejadian sekarang sebab lembut. Bo'ldi. Shular asgarda boy ko'rsatdimu? O'ldirdi-yu. Bizni, endi men o'ldirmadim, endi o'ldirishdi-yu. O'shandan kelishyapti mana. Aytgan kiyimimni almashtirib chiqdim mana. O'ldirishdi. Bo'ldi. Рабочий anaqadamiz. Рабочий vibe'damiz. Yordam islom. Главное мистика. Yaxshi. Da, самый главный bo'pti. Husan. Ota boshi. Keyin bo'pti mana Anvar. Qassob. Bo'ldi, mana yuzi qonga to'lgan. Shunaqa. Ko'z ham qonga to'lgan. Voy billahi. Mirik qani? O't Mirikga niyatu. Ha. Hozir mana endi kokteyl ichishga boramiz. Miyani освежить qilib kelamiz. Soat 2 da qaytib kelamiz bu yerda ovqat taqib bo'lar ekan. Miya ham sizlarga ko'rsatamiz, xudo xolasa. Вот, mana Mirik. Короче, я немного интервью сделал сегодняшний тим. Вот, ты остался тут. Что мне сказать? Ты же бездельник у нас сейчас. Вчера 6 подач сделал с прыжком. И не просто подач, а силовых. Яу, бро. Вот Ислам больше всех работал. Ислам сегодня прям в праймом был. Вот его, да, он соло завалил и еще убил. Без ножа. Рукой порвал. Он на меня упадет, я... Все.
Ko'p. Bo'ldi. Axlatni siqdinglar azmini. Hayit Bayt. Hayit Bayt. Qonlar, mana qonlar. Biz senzuri ko'rsatamiz bu. Senzuri. Mana bunaqa bubble tea oldik. Bolalar bilan ichamiz. Mirali bugun hammaga hayitli qildi. Bizani gang. Yuzim qon ketadi. Короче, mana biz ish qildik. Hadi uni ishni ham bo'lmaydi. Volontyorство desa bo'ladi. Keyin ozgina dam oldik. Go'shtni сделать не обидишься? Endi ozgina kacheli uchamiz. Ай, не получилось. Я думал, ты упадешь. Minus-out. Я еще раз я специально так слабо. Братан думает, что он главный герой. Главный герой. А когда не делали? Они, кстати, детей оттуда выгнали, отсюда выгнали. Дубль 2. Jinni narsa ekan. Говорит. Говорят, что сказал. Что ты говоришь? Че, Я не знаю. Кайф, короче, кайф. Они отсюда детей выгнали, чтобы самим сесть. Счастливые, да? Счастливые, да? Бедные дети теперь вон там ходят. Bo'ldi mana. Abetga keldik. Abetga keldik. So, go'sht ham oldik. Endi uyga. Mana hayotimdagi eng cho'tki o'tgan hayitlardan biri bo'ldi. Bir emas, balki eng cho'tki o'tgan bo'ldi. Безусловно. Definitely the best.